Assalomu alaykum. Mana yana bugun Namangan viloyati 3 tumandan Davronov Davlat aka ustozimizni o'quvchilarini olib kelganmiz. Hammalari a'lo darajada nazariy imtihonlardan o'tib chiqishdi. Mana bugungi natijalar 17-iyun. Zo'r. Kayfiyatlar qalay? A'lo darajada. Domlaga Rahmat domlaga, tashkilotga rahmat. O'zingizga Uch rahmat. tumani vatanparvar tashkilotida B toifa kursida tahsil oldik. Tahsil jarayonida bizga ustozlik qilgan Davlat ali domlamizga tashakkur aytamiz. Bizga yaxshi bilim berdilar. Hamma sharoitlar borligi uchun barcha o'quvchilar 100% darajada bajarib chiqdik. Shaxsan o'zim 20 tadan 20 ta ishladim. Olasiz. Mana shu tashkilotga, rahbariyatiga, bizga tahsil bergan hamda haydovchilikda o'rgatgan ustozlarimizga tashakkur bildiramiz. Ilohim bundanda ishlariga rivoj, omad, bundan keyingi o'quvchilarga ham omad, hamisha hammalari 100% test jarayonidan, amaliy jarayonlardan o'tib, B toifadagi haydovchilar guvohnomasini olishini tilab qolamiz. Hammaga omad. Vatanparvar zo'r. Yashani, rahmat.